Assalomu alaykum, hurmatli mahalladoshlar, vatandoshlar, akalar, opalar. Mana marhamat, tilo balig'ini obzor qilamiz yana. Tilo balig'imiz mana metan zapravkaga, Azimjon metan zapravkaga tushmasdan tilo balig'. Marhamat, biz ish faoliyatini boshladik. Ish faoliyatini boshlaganimizga 15 kun bo'ldi. Mana adresni tushuntirib o'taman. Akalar, Pastarg'om yozuvidan tushgandan Samoykadan o'tib, Pastarg'om yozuvidan tushgandan 10 qo'lda. Mana marhamat. Yo'g'i mana Kerakzor mahallasining to'g'risida. Mana bu propan zapravka. Hamma adresi tushundi. Menimcha. Marhamat, kelaverasizlar. Har xil shashliklar, tabaka, umakay jizlar, mol go'sht, qo'y go'shti. Hamma sharoitimiz bor. Hammalaringizni taklif qilamiz. Marhamat, ichkarini ham obzor qilib o'tamiz. Sizlar ekrandan uzoqlashmaymiz. Do'styor birodarlarimiz layikchalar bosqizlar. Mana marhamat, birinchi kirgan zalimiz bu. Bu yerda 90 kishigacha banket olib bilamiz. Bemalol kelaverasizlar. Banket narxlari kelishilgan holda. Marhamat, bu katta zalimiz bu. Marhamat. Bu katta zalimiz 180 ta odamni o'z ichiga olib biladi. Bemalol marhamat. Kelaverasizlar. Marhamat, shashlik assortimentlarimiz, o'zini banketlarimiz o'tiribdi, ozroq kamayib qoldi. Yana shashlik bazakalarimiz mehnatda. Ular dard ko'rmasin. Sizlarni faqat taklif qilamiz, mazza qilib yeb ketishga. O'yin, kulgu, hamma sharoit bor. Marhamat. Marhamat. Hamma sharoitlar bor. To'y kolonkalari bemalol kelib, yeb ichib, o'yin kulgi qilib ketsalaringiz bo'ladi. Do'stlar bilan, kollektiv, oila bilan, fotiya to'y, nahor oshi, talbon hammasini o'tkazib olamiz. Marhamat, hammalaringizni taklif qilamiz. Erinmay ko'rganlarga rahmat.